Bu videoni har bir o'zbek PUBG'ri ko'rishi shart. Sababi biz birlashadigan vaqt keldi. Ko'pchilik bilgan Tefon PUBG Mobile top reytingda birinchi o'ringa chiqib oldi va buni ko'ra olmagan Eron akkauntlari uni ustidan jalba tashlashni boshlashdi. Va ular niyatiga yetishdi. Tefonning akkaunti banga kirdi. Xullas, top reytingda birinchi o'rinda turgan Eron akkauntiga kirib, ko'rsatilganday yozib, jalba tashlaymiz do'stlar. Profilga kirib shikoyat joyini bosamiz va chiqqan joyda boshqani tanlab yozishni boshlaymiz. Teaming up va 3 ta nuqta. Bo'ldi. Top reytingda 4-o'rinda turgan Eron akkauntiga ham xuddi shunday qilib jalba tashlaymiz. Do'stlar, bekorga birlashish vaqti keldi deganim yo'q. Chunki bu jalba ban yeyishi uchun kamida 500-600 ta yoki undan ko'proq akkauntlar kerak bo'ladi. Qani o'zbeklar, birlashamiz. Eronga, butun dunyoga o'zimizni kuchimizni ko'rsatamiz. Zero kuch birlikdadir. Va ushbu videoni Любой PUBG o'ynaydigan do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Zero ular ham jalba tashlasa, yaxshilikka qo'l urgan bo'ladi. Va biz esa shu o'yinning oxirigacha 6000 ta bo'lishimiz kerak. Shu uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.